Qani qizim, musiqa maktabini obzor qilib beringchi. Xo'p bo'ladi bobojon. Qani ketdik. Mana bu yer doira xonasi. Ha, bu xonada bola buyuk doirachi bo'lar ekan-da. Ha, albatta bobojon. Bu yer teatr sinfi o'quvchilarining xonasi. Ha, xonasi ham chakka emas. Bu yerda zo'r aktyorlar yetishib chiqishar ekan-da. Bu yer raqqosalar xonasi. Bobojon, zo'r ekan-a? Bu yer estrada xonandalik sinfi. Bu yerda zo'r qo'shiqlar aytishar ekan-da. Bu yerda mohir gitaristlar. Ha, yaxshi. Qolgan xonalarga ham olib kirchi. Xo'p bo'ladi bobojon. Bu yer fortepiano sinfi. Ha, yaxshi. Bu yer ham fortepiano sinfi. Biz ham o'qisak bo'ladimi bobojon? Bobojon, men ham o'qisam bo'ladimi? Ha, o'qiysan. Bu yer vokal xonasi. Qani bolajonlarim, bir qo'shiq aytib beringlarchi. Bo'ldi. An'anaviy xonandalik sinfi. Gulsanamxon qizim ham shu yerda ekan-ku. Ha bobojon, Gulsanamxon musiqa maktabida tahsil oladi. Bir eshitib ko'rasizmi? Ha, bir eshitib maza qilaylik chiqqani. Arzimni aytdim, vodiy saboga, yetkirsa xonim, dilraboga. Arzimni aytdim, vodiy saboga, yetkirsa xonim, dilraboga. Yetsa vohiyim, ko'nglim loyim. Yetsa vohiyim, ko'nglim loyim. Rahmaylagayman, men muftaloga. Rahmat qizim, umringdan baraka top. Bu yer bog' sinfi. Ha bobojon, bu yerda Umidjon ustozdan ko'p bolalar tahsil olishadi. Qani, maza qilib eshitaylikchi.
Amaliy san'at sinfi. Oho, bular qo'llar gul ekan-ku. Ha bobojon, bu yerda Odinaxon ustozdan ko'p bilimga chanqoq bolalar ta'lim olishadi. Oy. Hamma nabiralarim shu yerda musiqa maktabida tahsil olishadi. Rostdanmi bobojon? Rost.